2024-yilda esa asab jarrohligi va neyroreabilitatsiya ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazida yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Bu yerda zamonaviy laboratoriya ochildi. Bu inson tanasi a'zolarini 3D modellashtirish laboratoriyasi hisoblanadi. Bunda biz inson tanalari qismlarini 3D printerlarda, demak, dasturlashtirilib, modellashtirilib, keyin chop etamiz. Hozir siz ko'rib turganingiz bemorning, demak, kalla suyagining modeli, ya'ni bemorda kalla suyagi defekt hosil bo'lgan, biz uni modelini yaratamiz va model asosida bemorning bosh suyagini, kalla suyagini plastika qilish, yopish uchun maxsus individual implant ishlab chiqariladi. Implantni esa bu 3D printerlarda chop etamiz. Siz ko'rib turibsiz hozir implant chop etilayotgan jarayonni va buni sterillab bemorni operatsiya davomida operatsiya qilib o'sha kalla suyagini defektini plastika qilib yopish uchun ishlatamiz. Shunda u individual ko'rinish oladi, ya'ni bemorning asl suyagi bilan bir xil demak faoliyat bajaradi. Kosmetik jihatdan muqobil, kosmetik jihatdan va anatomik jihatdan to'liq qoplaydi va tashqi tomondan ko'rganda kalla suyagidagi defekt borligi bilinmaydigan holatga keladi. Xuddi shunday inson tanasini boshqa a'zolarini ham biz 3D printerda chop etib, ham o'quv ko'rgazma sifatida ko'rsata olishimiz mumkin va operatsiyani rejalashtirish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Inson tanasining barcha a'zolarini biz 3D printerda chop eta olamiz. Bemorlarni anatomik yetishmovchiligini to'liq qoplab bera oladi. Va buni biz kelgusida rivojlantirmoqchimiz va ilmiy tadqiqot ishlarimiz shunga qaratilgan.